Bunundaki men aldımda Ergiz'in balının gibini qilib Bizden Ergiz'in balımız olmaydı. Rahmet Adil. Vallahi hech qisi yo'q. Bu kim o? Mahmudjon aka, qachon kelasiz? Sizni bek saqlab ketdim. Ben hozirla borman. Ma'qul, sizni saqlayman. Xotin tamoq sotib pishmamda. Mana hazırlı da ya buludu. Qachon men saqlayotqili, atdigilik nash tayyorlashim shuncha uzoq vaqt ketamdi. Qanday degan gap bu? Erim, tunugün ben yetim balam etmeyi bağlandım. Şu baldım beni bir kovalaylı deyin. Bunundaki men aldımda Ergiz'in balının gibini qilib Bizden Ergiz'in balımız olmaydı. Hem o haq tashib etgan balını hem Ergiz'in bakmayman. 6 yıl oldu. 6 yılını yo'q, bir qitimni o'xshig'idek tamoq yetilmaydi. Saran olsun o'yinib pulga vaqt oldi bıçakla. Neçik qitim dedim herden balının tetkusunu ekep bering deb. Birer qitim ekep edingizmi? Men bir haftalik komandirib qilmadim. Siz Arap tilli komandировка baramsiz? Bizning ya balımız olmasa şirketning hamma ishlari men qarashib turib qanday qilaman? Ota mening oyiqim. Ha? Mening qanday oyoqni ishlatadiganimni bilmamsiz? Şu adet işiltadigan ichkapning ichidagi oyoqni shudu. Bu oyoq necha ming ko'ylik oyoq tursa, buni nachar lata sursangiz buzilib ketmamdi. Ipak latada surtimiz ipak latada. Men hazırlı sürtüp berey. Hech qanday ishni qamlashtiraman. Rahmet Adil. Vallahi hech qisi yo'q. Ma'qul emsa. Ma'qul emsa, ha? Voy, nima bu yolg'iz xiyolsirib o'tirib ketibsiz-ku? U kim o? Ha, men aka qo'ygandansiz. O bizning shirkatga Adil, sizni taniysiz-ku? Hara sizga bir xush xabarday. Mening shirkatga o'rnim o'stida, ha? Uning ustiga boshliqlarning hammasi men vaqtishib ketdi. Siz shirkatda o'zingizni iqtidorga tayinib o'sdingizmi? Bu nimligingiz men tushunmadim. Qarang, yaqini mushta qisqili ko'ylak kiyib yurisiz. Sirtizada qandaq yaxshi-yomon bo'lmagan ishlarni qilib yurisiz, ha? Nima tavatsiz Mahmud? Mana ishlayapsiz. Ben azaldan sizni mana bunday gaplarni qildi deb o'ylab boqmoqdiman. Boyim chiqmoqdiman.